Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga avvalo bu o'zi qanaqa challenge, kimlar uchun degan narsani tushuntirmasdan o'tibman. Ya'ni birdaniga boshlab ketdim. Bu challenge shunaqa insonlar uchunki, ya'ni hozir har tomonlama zero, nolda turgan insonlar uchun ko'tarilishiga bir sababchi bo'ladi degan umiddaman. Va o'zimni ham buni boshlashimga sabab hozirda intizom va boshqa masalalarda o'qish masalalarida konkretni nolga tushib qoldim desam ham bo'ladi. Va buni hozir boshlashimning sababi bir necha oy avval men nolda ham emasdim, ya'ni polni minusda qarzda edim va nihoyat alhamdulillah hozir qarzlarni uzib o'zi nolga chiqdim endi. Va endi noldan birgacha chiqish vaqti keldi menimcha. Asta-sekinlik bilan ko'tarilish vaqti keldi. Va buning uchun men qilishim kerak bo'lgan narsalar hozircha koreys tilini o'rganish va prava. Xudo xohlasa shundan keyin boshqa ishlarni ham ko'rib chiqamiz va yana ham yuqoriroq natijalarga erishishga harakat qilamiz.